O'zbekistonda yangilik do'stlar. Endi elektro aravachalar o'zimizda ishlab chiqarilayotgan do'stlar. Eng asosiysi yarim tonnacha yukni bemalol ko'taradigandan bo'ladi do'stlar. Yana bitta zo'r tomoni do'stlar, xohlasang buni olib qo'ysalar ham bo'laveradi o'rindini. Xohlasang do'stlar mana busini tikka holatda ham qilsalar ham bo'laveradi do'stlar. Mabodo zaryadka suga bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'lda ham yurgisalar ham bo'laveradi do'stlar. Yana mana bunisini tushirib turib, bunisini yana qadaydigan bo'lsalar do'stlar, bemalol joyi tushadi. Eng asosiysi do'stlar, oldiga, orqaga yuradigandan bo'ladi. Mana bunday holatda tezadigan bo'lsa, orqaga ham yuraveradi do'stlar. Va yaxshi tomoni do'stlar, buni bozorchi, chorvachi bola akalarimiz ham bo'ladigan bo'lsa, bemalol ishlasalar ham bo'laveradi do'stlar. Ya'ni mana bularni bemalol yonlari ochilib bekiladigandan bo'ladi do'stlar. Xohlaganingcha ochib bekitsalar ham bo'laveradi do'stlar. Hamma mahsulotlar yangidan foydalanishadi. Narxi keladigan bo'lsa, narxi buniki shu turish holati 1 ga 150 bo'ladi. Yarim tonnalik narxi 900 ming so'm. Endi ruchnoy kerak. 9 million so'm, uzr so'rayman. 9 million so'm. Bularga keladigan bo'lsa 2 million 600 ming so'm, 2 million 800 ming so'm, 3 million so'm. Bular ruchnoy holatda. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.